Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana natijli patologlarimizni tortilish jarayonlari ketyapti. Qirg'oq tomonlari qoldi mana. Asta sekinlik bilan akkuratli holatda tortilyapti bu. Diodlarni mana tayyor qilib tashab qo'yganmiz. Endi mana shuni taydan mana chiroyli qilib natijli tortib olsak, marra bizniki. Mana ko'ringlar. Yon tomonlari qoldi. Mana shu yerlarda lustra qo'yiladi. Ikkita lustra bor. Bu lustrasini o'sha oxir joy tashab qo'yganmiz. Tayida o'sha platforma qilingan. Ana shu yerga kalsiy qo'yib turib teshib qo'yib beramiz. Mana qirg'oqlari har qatdan qistirib qo'yilgan. Bir xilda ushlab turadi material. Bir tomonga ketib qolmaydi. O'shanda gullari ham chiroyli holatda chiqadi. Bir tomonga ko'proq tortilib qolmaydi. Ajoyib bir xil chiroyli holatda chiqadi xullas. Mana ozgina chala joylarimiz qoldi qirg'oqlarida. Mana aytib ko'rgan bo'lsalar, bo'g'ilib turibdi o chekka qismlarida. Ana shu yerlar hozir o'sha tortilgandan keyin yana ham yo'q bo'lib, tekis holatda o'sha polirovka qilingandaqa yaltirab turadi bu narsa. Bemalol mana artib nima qilsangiz bo'laveradi. Yuvsangiz bo'laveradi. Hech narsa bo'lmaydi. Hidi yo'q. Sifatiga gap yo'q xullas. Kачествоsi Xitoy material. Xitoy materialni yaxshida qilinadi mana. Tiniq holatda chiqqan. Bemalol mana remontini bemalol erta bahor qilsa bo'laveradi. Mana hozir qish kunida o'zi 90% odamlar natijli patologiya qildiryapti. Mana shu qirg'oqlarda hozir ozginadan joyimiz qoldi. Ana shu yerlarda qistirib qo'yamiz. Iloji boricha bu yerlarni ham hozir video qilib chiqarish harakatini qilaman. Ko'ringlar, mana hozir qizdirilyapti. Mana pastdan garelkada o'zi yoqib, pastdan issiqlik beramiz. Bunda shunda bu tarang holat, o'zi yumshagan holatda o'zi cho'ziladi bu narsa. O'shanda o'zi tortib bo'lingandan keyin bu narsa ajoyib tekis holatda turadi. Mana bu juda nozik narsa emas. Buning ustiga 2-3 ta odam chiqib, o'zi sakrasangiz ham bu hech narsa bo'lmaydigan narsa. Materiali zo'r, kачествоsi o'ta mustahkam qilib ishlangan xullas. Mana hozir bu tomonlar o'zi bitib qoldi. Mana qirg'oq qismlari ham. Mana chap qo'l tomonlar o'zi mana ozmos ishlari qoldi. Mana pechatlarimizni yaxshilab ahamiyat beringlar. Mana gullariga ham tiniq holatda qilinyapti. Printerlar ham yangi printerda chiqadi. Shuning uchun pechatlar tiniq holatda. Kачествоsi zo'r. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana yangi videolar qilib chiqaraman. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab. Mana o'sha yana bitta narsa, zarlarga ham e'tibor beringlar-da. Zarlari ham ajoyib tiniq holatda chiqqan. Uyingizga ancha sifat beradi, ko'rk beradi. Bemalol artishga ham juda ham qulay. Ajoyib mana gullarimiz. Razmerlarni ham o'zimiz borib xullas o'lchab, uyingizga qanaqa narsa ketishini tavsiyalarni beramiz. Xudo xolasa uylaringizni sifatli qilib, shunaqa natijli patologiyalarni qilib beramiz. Kimki niyat qilgan bo'lsa, kommentariyaga yaxshi fikrlarni qoldiringlar. Xudo xolasa sizga ham mana shunaqa gulli patologiyalarni qilish nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling qadrdonlar. Va nihoyat mana yakuniga yetkazamiz endi ishimizni.
Hiç küçük yani yok. Abi yok. Ya ular geldiğinde bana şu hayvanı yapmadı mı? Ha. Yok bir o'zgarma olur mu? O'zgargan yo'q. Buna da onu koyacağım. Bu kısadan ko'kam yonyapti. Motorlab qo'ygan. Hurmatli obunachilar, mana ishimiz nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik.